Bugungi kunda dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan korrupsiya illati azaldan davlat va jamiyat ravnaqiga to'sqinlik qilib kelayotgan omillardan biri hisoblanadi. Ushbu illatga qarshi kurashishda yurtdoshlarimiz hamda turli soha vakillarining huquqiy savodxonligini oshirish, ularda korrupsiyaga qarshi immunitetni kuchaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi Farg'ona viloyat kengashi tomonidan tashkillangan tadbir korrupsiyaga qarshi kurashamiz mavzusiga bag'ishlandi. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona viloyat filialida o'tkazilgan davra suhbatida 100 dan ortiq shifokorlar ishtirok etdi. Unda so'z yuritganlar jamiyatimizda korrupsion holatlarning oldini olish va unga qarshi kurashishda davlat va jamoat tashkilotlari xodimlarining mas'uliyatini oshirish zarurligini ta'kidlab o'tdilar. Albatta har bitta inson oilada katta bo'ldimi, oila bu jamiyatni asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Ya'ni boshlang'ich ta'lim, tarbiya, ayniqsa tarbiya mana shu yachekada boshlanadi. Demak, ota-onalarimiz tomonidan farzandlarga shu korrupsiya holatlarini, oqibatlarini nima ekanligini, uni dunyoviy mana shu ta'limoti nimadan iborat, halollik nimaga olib boradi, shu narsalarni bu mana shu o'quvlarda ta'limni bolalarga singdirib borish kerak. Aytish lozimki, xalq tilida soddagina qilib poraxo'rlik, keng ma'noda korrupsiya deb ataluvchi hodisa barcha islohotlar ildiziga bolta urarkan, uni keltirib chiqaruvchi sabab va qarshi kurashish choralarini bilish va anglash lozim. Muloqotda poraxo'rlik, korrupsiya davlatning siyosiy, iqtisodiy, huquqiy tizimiga putur yetkazib, xalqimizning davlat idoralariga nisbatan ishonchini susaytirishi ta'kidlandi. Shuningdek, tadbir davomida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rish bo'yicha tushuntirishlar olib borildi.